Esselamu ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Amma ba'd. Birinchidan butkul olamni yaratgan, Xudo zotning buyrug'i bilan tamat qilayotgan chinligida Alloh taolo bo'lsin. Alhamdulillah shu kunga mo'jizatsizlarga shukr. Shu butkul musulmonlarning ayt bayramlarini qutlayman. Sizlarga yaxshi quvonchlik bo'lsin. İnşallah endi yillar shu kunga mo'jizatsizlarga nasib qilsin. Zamonimiz tinch bo'lsin, elimiz tinch bo'lsin. Shu Türklardan yetekleyen şu bulana hayırlarda genç olup şu ballarına da genç olup kalayız. Kırgız'ın teliğini kötürgen jigitlerden olsun. Maşallah Allah razı olsun. Yardımcı olun. Ayet bayramlarını kutuplayın. Aman Allah tinç olun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qandaysizlar? Musulmonlar yaxshi va Assalam. bayramlik ma'noylari qanday? Alhamdulillah yaxshi. İnşallah Xudo xolasa bugun 12dan o'tdi. Bayramlar bo'lsin, yaxshi bo'lsin. Sizga namoz bilan baravar buyursa, ilmishdan yaxshi maqsadlar bo'lsin, degan maqsadlar bilan jetaylik. Bizlar Xudo xolasa yaxshi jetaylik. Ayet namazı qanchada ekan da? Ayet qo'yasiz. İnşallah. Tamatxona saat 7'de. 7'de ekan inşallah. Alhamdulillah. Ana bismillah. Alg'ilani jigitlar, kelajak tulpar, sport klubining baldari. Bismillah. Alhamdulillah. O koyalayınızım. Mada gene oldu. Öte çok koy. Oldu, o'chirdingmi? Yok.